ta'lim muassasalarida darslarni haftasiga 5 kunlik rejimga o'tkazish haqida petitsiya joylashtirilgandi. Oddiy maktabga bunday ish qila olmaysiz. Sifat va unum aksincha pasayadi. 5 kunlikka o'tsak ta'lim soati tushib ketadi. Yo'q, men unga qarshiman. Ya'ni ta'lim soati aksincha ko'tarilishi kerak. O'quvchiga haftada 6 kun tong sahar turib maktabga borish degan qaysi ma'nodagi bosim, tashvish, xavotir og'irlik qiladi va mutaxassis sifatida o'zining faoliyatiga baho berish uchun ham o'qituvchiga yana bitta qo'shimcha kun kerak. Bunga erishish uchun tizimli yondashuv kerak-da. Ya'ni 10 yillik reja qo'yish kerak, 15 yillik reja qo'yish kerak menimcha. 20 soat bir safkaga bo'ladigan bo'lsa, 5 kunga u sig'adimi? Bu dars jadvalida qanaqa aks etadi? O'sha ma'noda o'qituvchining oyligiga daxl qilmaydimi shu? Agar daxl qilmasa, ular rozi 5 kunlik o'tmoqchi ular ham. Hozir maktablar qurishni keskin ko'paytirish kerak. Buni parlamentda ko'rish kerak-da. Deputatlarimiz nima qilyapti mana deputatlarimiz to'g'risi. Birinchi navbatda biz mana bu 2-smena, 3-smena degan narsalarni yo'qotishimiz kerak-da. Ana shundan keyin biz 5 kunlik haqida gapirsak bo'ladi aslida. Assalomu alaykum. Mening fikrim jamoaviy murojaatlar portaliga ta'lim muassasalarida darslarni haftasiga 5 kunlik rejimga o'tkazish haqida petitsiya joylashtirilgandi. O'tgan yili oktyabrda joylangan ushbu petitsiyani hozirgacha 15 mingdan ortiq inson yoqlagan. Qoidaga ko'ra, endi deputatlar maktablarni 5 kunlik tizimga o'tkazish masalasini ko'rib chiqishi kerak bo'ladi. Ushbu tashabbus tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Kunuz ayni keys fonida soha mutaxassislarining ham fikriga qiziqdi. Pedagog Isroil Tillaboyev 5 kunlik tizimga o'tishga qarshi ekanini, bu muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligini tushuntirishga urindi. Bir statistika ko'rgandim. 70% ga yaqin maktablar 2 smenda o'qiydi. Nechtadir maktab 3 smena o'qiydi. Tasavvur qiling, o'sha maktablarga siz 2 smenlik maktablarga siz 5 kunlik sig'imni sig'dirmoqchisiz. Endi 8 dan boshlanayotgan darsga 5 minutlik tanaffuslar bilan hisoblayotgan bo'lsak, 7 soatlik darsni sig'dirsangiz, u 2 da tugashi mumkin. Endi aniq hisob-kitob qilganim yo'q, lekin 2 ga boradi tanaffuslar bilan. Endi 2 dan keyin ikkinchi smen boshlansa, qishloq sharoitlarda soat 5 da qorong'i tushadi va shunaqa sharoitlarda soat 7-soat menimcha 6-7 da tugaydi-da. Bu juda katta qiyinchilik topib keladi. Ba'zi odamlar bilan gaplashsangiz, boshqa davlatlarni misol keltiradi, Kanadani misol keltiradi yoki boshqa davlatlarni misol keltiradi, 5 kunlik o'qishi mavjud bo'lgan maktablarni. Lekin ulardagi sharoit bilan bizdagi sharoit yer bilan osmoncha farq bor-ku. To'liq bir smenli maktab, ular kerak bo'lsa haftalik yuklamasi ham kam. Bizda o'zi xabaringiz bor, 5-6 yil oldin aytilgan edi. O'zbekistondagi haftalik yuklama o'quvchilarga dunyo bo'yicha eng yuqori o'rinlardan turadi. Misol uchun bitta misol, 8-sinf o'quvchilari bir haftada 33 soat dars o'tadi. 33 soat darsni siz agar 6 kunda o'zi 6 soatdan ham o'tyapti-da, kerak bo'lsa o'sha kunlar. Lekin 5 soatga qo'yaman desangiz, u bolani o'zi charchab qoladi. U ta'lim sifatiga umuman salbiy ta'sir qiladi. Har kuni 7 soatdan o'qirsa. Yana bitta argument keltirishadi. Ixtisoslashgan maktablar 5 kun o'qitadi yoki prezident maktablar 5 kun o'qitadi deydi. Lekin ularni dars setkasini qarasangiz, dars jadvalini qarasangiz, ularda 3 soatdan keyin adashmasam 1 soatlik katta tanaffus bo'lib beriladi-da. Bu degani bola bemalol ovqatlanib oladi, bemalol o'ynaydi, kuladi, umuman vaziyatdan chiqadi-da, dars vaziyatdan chiqadi-da, ancha dam oladi-da. Va shundan keyin yana yangi darsni boshlaydi, keyingi dars jarayoni. Shunda ular 7 soat o'ta olish imkoniyatiga ega, jismonan jihatdan. Lekin oddiy maktabga siz bunday ish qila olmaysiz. Siz 5 minutdan ortiq tanaffusni bera olmaysiz. 2 smenli maktabga shuni qo'llamoqchi bo'lsangiz. Sifat va unum aksincha pasayadi. Masalan, aniq bilamanki, o'quvchilarning bilim salohiyati, bilim sifati aniq pasayadi. Tasavvur qiling, misol uchun 7-sinf o'quvchisi, u mana deylik 12 yosh, 13 yosh bolada, 12-13 yosh bolaga siz yuklamani battar qo'yapsiz, kunlik yuklamani. U 5 kun o'qib yuklama olgan bilan olgani 2 kunlik darsdan tashqari dam olganini o'rnini bosa olmaydi baribir.
Endi 5 kunlik o'qishni ko'pchilik 5 kunlik ishni umuman hamma istaydi, gapni ochig'i. Nafaqat o'qituvchilar, balki barcha xodimlar istaydi. Bu jahon tajribasida ko'p. Bu insonlarning dam olishini to'g'ri tashkil etishga yaxshi, lekin bunga erishish uchun tizimli yondashuv kerakda. Ya'ni 10 yillik reja qo'yish kerak, 15 yillik reja qo'yish kerak menimcha. Ya'ni birinchi qadam albatta hamma maktablarni sonini ko'paytirish, maktablarni sig'imini kengaytirish yoki bo'lmasam umuman olganda bir smenali maktabga o'tkazish rejasi davlat dasturi tomonidan olg'a surilishi kerakda. Bu juda katta iqtisodiy nima deydi, iqtisodiy resursni talab etiladi bu. Buni eplasa bo'ladi, agar nima deydi, boshqa chiqimlarni, boshqa resurslarni ham shu maktab qurishga jalb etsa, menimcha eplasa bo'ladi. Misol uchun, mana ko'ryapsiz, ochiq byudjet orqali mahallalarda o'zi ham talab qilib, ovoz yig'ib quryapti-ku o'zlarini maktablarini sig'imi kamligidan. Buni mahalla eplayaptimi, demak davlat miqyosida ham eplasa bo'ladi. Prezident maktabi o'qituvchisi Zulfiya Rashidova esa o'quvchi va o'qituvchilarning haftada 2 kun dam olishini qo'llab-quvvatlashini, bu avvalo tenglikni ta'minlashini bildirdi. Chunki ayni paytda ko'plab maktablarda, masalan, xususiy maktablarda ham allaqachon 5 kunlik ta'lim tizimiga o'tilgan va ayrim maktablarning 6 kun o'qishi, ayrim maktablarning 5 kun o'qishi yoki bo'lmasa oliy ta'limda ham aytaylik, ayrim universitetlarning 5 kun o'qishi va ayrim universitetlarning 6 kun o'qishi umuman olganda bu ta'limda qaysidir ma'noda tenglikka puturayotgandan dalolat deb hisoblayman. Ya'ni hamma men nazarimda 5 kun o'qigani yaxshi. Birinchidan o'quvchi tomonidan olib qaraydigan bo'lsak, har kuni o'quvchi aytaylik haftada 6 kun ertalab o'qiydigan bo'lsa, aytaylik 8 da dars boshlanadigan bo'lsa, bir xil 7 da turib 8 ga yetib borish yoki bo'lmasa shunday o'quvchilar borki, shaharning bir chetidan ikkinchi chetiga boradi va bir necha soatlab, hattoki vaqtini, daqiqalar vaqtini tirbandlikda o'tkazadi. Ana shunday vaziyatda u o'quvchilar yana ertaroq turish kerak, ertalab uyqudan. Demak, mening nazarimda o'quvchiga haftada 6 kun tong sahar turib maktabga borish degan qaysidir ma'nodagi bosim, tashvish, xavotir og'irlik qiladi va 5 kun o'qish o'quvchi uchun ham qulay. Shunday vaziyat bo'lib qoldiki, ayni paytda o'quvchilarimiz maktabda ana shu 6 kunini ham deyarli ertalabdan kechgacha maktabda o'tkazadi. Ya'ni to'garaklarda o'tiradi, aytaylik darsi 12:01 da tugaydigan taqdirda ham, 1da tugagan taqdirda ham qo'shimcha to'garaklarga qoladi. Kimdir ingliz tiliga, kimdir matematikaga va bola oxir-oqibat 5-6 gacha maktabda bo'lib, uyiga faqat charchagan, ana shu och va dam oladigan ahvoldagina yetib kela oladi. Ya'ni u oilasi bilan gaplasha olmaydi, kunini qanaqa o'tkazganini aytib bera olmaydi. Hattoki uy vazifa qilishga ba'zida vaqti yetmaydi. Masalan, shaxsan o'zim ham bitta farzandim 5 kunlik tizimda o'qiydi, bittasi 6 kunlik tizimda o'qiydi. Shanba kuni qayerga boramiz deb reja qila olmaymiz. Chunki bittasi maktabga boradi, bittasi maktabga bormaydi. Ya'ni shunday bo'lish kerakki, men nazarimda hammasi bir xil vaqtda o'qib, bir xil vaqtda dam ola oladigan vaqti bo'lishi kerak. Agar o'qituvchilar nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, o'qituvchilar uchun ham 2 kun dam olish kuni juda ham kerak. O'qituvchi shunaqa bir shaxski, shunaqa bir insonki, tishidan tirnog'igacha o'qituvchi. U ta'tilda ham o'qituvchiligini o'ylab chiqadi, ko'chada yursa ham, aytaylik, darsga oid bir nima ko'rib yuradi. U kutubxonaga borish kerak, u teatrga borish kerak. Masalan, shanba kuni deylik, dam olish kuni bo'lsa, o'qituvchi balki o'quvchilar bilan teatrga bora olgan bo'lardi. Birgalikda borib, kitob ko'rgazmasiga bora olgan bo'lardi. Asarlarni muhokama qila olgan bo'lardi, qayerdadir o'tirib va bunga biroz o'qituvchi sifatida ijodiy bir o'sishiga yordam berardi. Shunday bir paytlar ham bo'ladiki, o'qituvchilardan oxirgi marta qaysi kitob o'qidingiz deb so'rasangiz, sizga o'tgan kunlari dunyoning ishlarini aytgan o'qituvchilar bo'ldi, tanishlarim va vaholanki siz buni bolaligingizda o'qib qo'ygansizlar qachon. Yangi chiqayotgan asarlardan, yangi tarjima qilinayotgan, ommalashayotgan, muhokamalarga sabab bo'layotgan juda ko'p asarlardan o'qituvchilarning xabarlari yo'q. Aynan men tanigan ancha muncha adabiyotshunos, adabiyotdan dars beradigan filologlarning masalan. Chunki ularning vaqti yo'q. Agar u har kuni maktabda bo'ladigan bo'lsa va bir kungina yakshanba dam oladigan bo'lsa, ana shu yakshanbani ham odatda o'zbek oilalari uy tozalash bilan o'tkazadi. Uy yig'ishtiradi, aytaylik, banka yopadi, parda yuvadi va mana shu narsa bilan sarflab, u o'zini bola chaqasiga vaqt ajratish qiyin, o'zini shaxsiy mutaxassislikda rivojlanishga vaqt ajratish qiyin va ana shunaqa
biroz tin olishi uchun ham bir orqaga qarab mutaxassis sifatida o'zining faoliyatiga baho berishi uchun ham o'qituvchiga yana bitta qo'shimcha kun kerak. Men qo'llab o'qituvchilar 5 kunlik ish kuniga o'tish kerak degan fikrga qo'llab-quvvatlagan holda qo'shilgan bo'lardim. Yoqlayman buni. Albatta, 5 kunlik tizimning ijobiy natijalarini inkor qilmagan holatda bir qancha xavotirlar paydo bo'layotganini ham aytish lozim. Rashidova tashabbus hamkasblari orasida maosh kamayishi, ish yuklamasi oshishi bilan bog'liq qo'rquvlarni paydo qilayotganini ta'kidlaydi. U bunday bo'lishi kerak emas deb hisoblaydi. Masalan, bir paytlar o'qituvchining haftalik yuklamasi, dars yuklamasi 16 soat edi. 16 soat bir stavkaga yurardi. Ayni paytda 20 soat bir stavkaga yuradi. Ana shu narsa 20 soat bir stavkaga bo'ladigan bo'lsa, 5 kunga u sig'adimi? Bu dars jadvalda qanaqa aks etadi? Va bu narsani aytaylik stavkani yana 16 soatga orqaga qaytarish mumkinmi? O'sha ma'noda o'qituvchining oyligiga daxl qilmaydimi shu? Agar daxl qilmasa, ular rozi 5 kunlik o'tmoqchi ular ham. Va ularni shu narsa qo'rqityaptiki, bizni shu 5 kunlikka o'tib qolishimiz oyligimiz kamayishiga, ish yuklamamiz battar ko'payishiga, bu katta, bu ko'proq aytaylik stressga, bosimga olib kelmaydimi deb o'ylayapti. Yana shunaqa narsa borki, shunday o'qituvchilar bor, haftada 28 soat, 30 soatlab dars o'tadigan o'qituvchi bor. Va bu tabiiyki bir haftalik yuklama aytaylik 5 kunlik ish yuklamasida 5 kunga sig'masligi mumkin. Bu ya'ni juda ham ko'p og'irlik qilish mumkin bu o'sha odamga. Bunaqa vaziyatda biz nima qilamiz degan holatlar ham bo'ldi va menga qolsa o'qituvchi haftada 28 soat dars o'tmagani ma'qul. Chunki tabiiyki u jismonan yaramaydi shu narsaga, charchab qoladi. Va o'qituvchilar o'zlari ham biladi. Masalan, dushanba kungi o'qituvchi bilan, kuch g'ayrati bilan ishga chiqqan o'qituvchi bilan shanba kungi o'qituvchining farqi bor. Yoki kunning birinchi yarmidagi o'qituvchi bilan kunning ikkinchi yarmidagi o'qituvchining farqi bor. Ya'ni siz ertalab kuchga to'lganroqsiz, faolroqsiz, darsingizni qiziqarliroq o'tasiz. 6-7 soatga borib o'quvchilar ham charchab qoladi va siz haftada 28 soat, 30 soatlab yuklama olgan bo'lsangiz, tabiiyki darsingiz sifati borgan sari tushib boradi. Pedagog soha xodimlarining maoshi soat hisobiga emas, balki boshqa yo'llar, ustama, toifasi, sertifikati bilan ko'paytirilishi tarafdori ekanini aytdi. Kamroq soat, lekin ko'proq maosh olinadigan darajaga chiqarilsa, ustozlar haftasiga ko'p soat olishga, o'zini charchatishga harakat qilmaydi, deydi u. Xususiy maktab o'qituvchisi, Xalq ta'lim info kanali muallifi Ulug'bek Po'latov 5 kun ishlash taklifi 2019-yilda ham kun tartibida bo'lganini, o'sha vaqtdagi Xalq ta'lim vazirligi tomonidan bu oqlanmaganini esladi. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi bo'lardi. O'sha turizmni rivojlantirish, davlat qo'mitasi bo'lardi. U o'sha davlat qo'mitasi o'zini bitta vazirlar mahkamasining qarori loyihasini ishlab chiqqan, ya'ni turizmni rivojlantirish bo'yicha ana shu qarorni nimasida loyihasida bor edi shu band, ya'ni maktablarda 5 kunga o'tkazish, ya'ni ota-onalarda ham qo'shimcha hamma davlat tashkilotlarini siz aytmoqchi to'g'ri o'tkazmoqchi bo'lishgan, maktablardan 5 kunlikka o'tkazmoqchi bo'lishgan va o'sha paytda 2019-yilda Xalq ta'limi vazirligi keskin raddiya, ya'ni munosabat bildirib chiqqan, buni imkoni yo'qligini, bu chuqur tahlillarga asoslanish kerakligini aytgan va o'sha paytda birinchi keltirgan asosi maktablar soni yetishmasligida deb ko'rsatilgan. Buni vaji haqiqatdan ham olib qaraydigan bo'lsak, maktablar yetishmaydi va maktablar yetishmay turgan paytda 5 kunlikka o'tkazish karrasiga, demak, yana o'quvchilar o'rni yetishmovchiligini demak oshirib yuborishi mumkin va o'shanda ham o'sha Xalq ta'limi vazirligining bayonotini o'qiydigan bo'lsak, o'sha paytda 2-3 smenada o'qiyotgan maktablar bor deb aytilganda, o'sha asoslarni keltirishgan va o'sha turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasiga Xalq ta'limi vazirligi bir nechta savollarni ko'ndalang qo'yganda va ana shu savollar orasida hozir aytmoqchi, birinchi savol o'quvchilar o'rni yetishmovchiligini aytganda, mana hozir hisoblaydigan bo'lsa 2019 necha yil bo'ldi shu taklif chiqqaniga, shu narsa yanglay boshlaganiga. Undan oldin ham aytilgan bu narsa, lekin o'sha paytda Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasi darajasida ko'tarilganligi uchun xuddi hozirgidek shov-shuv bo'lgan. Hamma internet nashrlari ham bu haqda yozib chiqqan. Va o'sha paytda mana 2019 yil bo'lsa, hozir deyarli 6-yilga ketayotgan bo'ladimi? 6-yilga ketyapti. 2019 dan hisoblasak. Lekin biz o'sha paytda harakatlarni boshlaganimizda hozir o'tib bo'lgan bo'lardi-da. 5 kunlikka o'tsak ta'lim sifati tushib ketadi deb. Yo'q, men unga qarshiman. Ya'ni ta'lim sifati aksincha ko'tarilishi kerak. Nima uchun ko'tariladi? Chunki o'qituvchi yetarlicha dam oladigan bo'lsa, u
bolalarga ham yetarlicha demak bilim bera oladi. Bir kunda o'qituvchi o'zini tiklab olishga menimcha ulgurmaydi. Shuning uchun kamida 2 kun dam olish kuni bo'lsa, o'qituvchi ham bemalol ishga borishi mumkin. Va bu narsani mana bir narsani misolida aytishimiz mumkin. Hozirgi kunda mana boshlang'ich sinf o'quvchilari 5 kunlik o'quv dasturi asosida o'qishadi. Mana imkoni bor ekan-ku, mana to'g'rimi? Imkoni bor. Boshlang'ich sinf o'quvchilari 5 kunlik o'quv dasturi asosida o'qishyapti va shanba kuni boshlang'ich sinf o'qituvchilari men dam olsa bo'lardi-da. Dam olsa bo'lardi, bemalol ishga kelmasligi mumkin edi, lekin bizda hozir shunaqa bir vazirlikda yangi buyrug'i chiqdiki, ya'ni kasbiy rivojlanish kuni, kasbiy rivojlanish soatlari joriy qilindi. Bu albatta yaxshi narsa. Lekin mana shu narsa hozir kasbiy rivojlanish kuniga bormagan o'qituvchi ishga kelmagan hisoblanadi-da. Boshlang'ich sinf o'qituvchilariga kasbiy rivojlanish kuni shanba kuni. Ya'ni o'quvchilar maktabga kelmagan payt ular qayergadir seminarga borish kerak, boshqa xullas ishga borish kerak-da. Biz mana shundan birinchi navbatda tajriba qilishimiz mumkin edi. Men to'g'risi vazirlikdan shu narsani kutgandim. Ya'ni boshlang'ich sinf o'quvchilari maktabga kelmayaptimi 5 kunda. Men kutayotgandim, shunaqa o'zgarish bo'lsa kerak, ya'ni boshlang'ich sinf o'qituvchilariga, pedagog xodimlariga maktabga chiqmaslik to'g'risida qandaydir ko'rsatma beriladi degan bir narsani kutayotgandim, lekin aksincha bo'ldi va kasbiy rivojlanish kunlari qilinib, boshlang'ich sinf o'qituvchilari ham ishga chiqishga majbur qilib qo'yildi-da. Biz mana shu hech bo'lmasam boshlang'ich sinf o'qituvchilarini shanba kuni bir kun dam olish kuni qilishimiz mumkin edi. Bu o'zimizning qo'limizda turgan imkoniyat. Hamma narsa tayyor edi. Shunchaki ularni ishga chaqirmasak bo'ldi-da, lekin biz ularni ham hozir mana bevosita demak ishga jalb qildik va bu juda yomon deb o'ylayman, ayniqsa o'qituvchining sog'lig'iga bu putur yetkazadi deb o'ylayman. Faolning e'tibor qaratishicha, mustaqillik yillarida O'zbekistonda 8557 ta maktab bo'lgan. Hozirga kelib ularning soni 10750 tani tashkil etadi. O'rtadagi tafovutni solishtirsangiz, shuncha yil mustaqillikdan to hozir 2025-yilga qadar o'rtasidagi davrni olib qaraydigan bo'lsak, bu bola soniga mutanosib ravishda qurilmaganda maktablar va o'sha narsa hozir ham davom etyapti. To'g'ri, juda ko'p minbarlarda aytilyapti, buncha maktab qurdik deyilyapti, lekin kam. Hozir maktablar qurishni keskin ko'paytirish kerak. Endi bu narsa bitta maktabgacha maktab ta'lim vazirligining o'zida emas-da. Buni parlamentda ko'rish kerak-da. Deputatlarimiz nima qilyapti mana deputatlarimizda to'g'risi. O'sha byudjet ajratilayotganda mana ko'p eshitaman-da, men jahlim chiqadi. Mana ko'p minbarlarda deputatlarimiz o'sha hukumat soati bo'layotgan paytda vazirlikda 2-o'rinda turadi deb aytadi-da. Davlat byudjetidan mablag' olish bo'yicha 2-o'rinda turadi. Shuncha mablag' ajratilsa ham mana shu ahvol degan narsani aytishadi. Bu noto'g'ri narsa-da. Endi shuni katta armiya bo'lgandan keyin shunaqa katta pul ajratiladi-da, lekin u ham oz-da aslida. Shuning uchun parlamentda bu masala ko'tarilishi kerak. Parlamentda asosiy kun tartibidagi masala mana shu bo'lishi kerak. O'zi biz birinchi navbatda parlament darajasida biz uchun nima muhim degan narsaga bir to'xtamay kelib olishimiz kerak-da. Birinchi navbatda biz mana bu 2-smena, 3-smena degan narsalarni yo'qotishimiz kerak-da. Ana shundan keyin biz 5 kunlik haqida gapirsak bo'ladi aslida. Ya'ni o'tishimiz kerak, lekin hozirgi ahvolimizda biz o'ta olmaymiz-da unga.